Assalomu alaykum hurmatli dasturimizni kuzatuvchilari. Bugungi mehmonimiz Ma'rufjon bilan birgalikda bugungi dasturimizda Janubiy Koreya Respublikasida o'qishga kirish usullari va ularda turli xil grantlardan foydalanish haqida gaplashamiz. Ma'rufjon, xush kelibsiz bugungi dasturimizga. Avvalambor o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tsangiz, qayda o'qiysiz, yo'nalishingiz nima va bu bugungi mavzuga qay darajada aloqadorsiz? Xo'p. Assalomu alaykum aka va kuzatuvchilar. To'liq ismi sharifim Ne'matjonov Ma'rufjon. Hozirgi kunda Kangwon Milliy universiteti magistratura bosqichida xalqaro savdo yo'nalishi bo'yicha tahsil olmoqdaman va dasturim GKS Scholarship asosida bu Koreya hukumatini grant hisoblanadi. 2023-yil o'qishga kirganman va hozirgi kunda magistratura bosqichi 4-semestrni boshlash arafasidamiz. Rahmat. Endi bir yo'la mavzuga o'tib ketaveramiz. Bu Janubiy Koreyada o'qish haqida juda ko'p mavzu podkastlar bo'lgan, ko'p yerda gapirilyapti. O'zbekistonda ham asosiy mavzulardan biri shu. Endi menda boshlanishiga bu mavzular asosan shu agentliklar tomonidan tashkil qilinadi. Misol uchun Janubiy Koreyaga borsangiz, biz yordam beramiz, biz o'qishingizni to'g'rilab beramiz. Manaqa sharoitlar bor, pul ishlab topishingiz mumkin degan narsalar bo'ladi. Shunga siz qanaqa qaraysiz? Misol uchun u agentliklar orqali hujjat topshirib kelish kerakmi yoki bo'lmasam studentlar o'zi pul sarflamasdan to'g'ridan-to'g'ri hujjat topshirib kelsa ham bo'ladimi? Yaxshi va yomon tomonlari haqida. Xo'p, agarda meni maslahatim, agarda dokumentatsiyaga yaxshi tushunishsa, o'zi o'sha har bir universitetning guideline-ini o'qib chiqib, o'zi harakat qilib ko'rsin. Agarda o'zida qanaqadir darajada shubha bo'lsa va o'ziga nisbatan dokumentlar bo'yicha ishonchsizlik uyg'ongan bo'lsa, konsaltinglarga murojaat qilsa bo'ladi. Va o'sha konsaltinglarga murojaat qilgan o'quvchilarga men yaxshilab yaxshilab bir murojaat qilgan bo'lardim. Har bir konsaltingni shartnoma imzolashdan oldin yaxshilab shartnoma shartlari bilan tanishib chiqishligi va o'sha noldan toki vizaga qadar barcha xarajatlari ochiq oydin ko'rsatilgan hujjat shartnomalar bo'yicha yokida mana shu barcha xarajatlar bo'yicha to'liq konsultatsiya olishligi va o'sha konsultatsiyani kerak bo'lsa daftariga o'zi uchun yozib olishligini kuchli maslahat beraman. Chunki ba'zi bir konsaltinglar o'zidan narx chiqarib, qo'shimcha narsalarni ham qo'shib yuborishligi mumkin. Bu ko'pchilikka sir emas va natijada ko'pchilikda o'sha konsaltinglarga bo'lgan ishonch yo'qolib boradi va bu ishonch ba'zi bir konsaltinglar sabab barcha konsaltinglarga ishonch pasayib ketishligiga olib keladi. O'shaning uchun birinchi navbatda o'quvchi o'ziga pishiq bo'lishligi kerak va shartnomani to'liq o'qib chiqishligi zarur va barcha xarajatlari keltirilgan barcha xarajatlarni shu ipidan ignasigacha o'zi o'rganib chiqishligini tavsiya beraman. O'zi bu savolni berishimning asosiy sababi endi o'zi asosan Janubiy Koreyaga kelayotgan o'quvchilarni endi hammasi ham deb bo'lmaydi. Aksariyat qismi lekin pul maqsadda keladi. Moliyaviy masala asosiy o'rinda turadi. Bugungi mavzumiz ham shunga aloqador. Misol uchun ular Janubiy Koreyadan bilim olish uchun kelyapti. Endi ba'zan yerda kontraktlar chiqib, to'lovlar misol uchun O'zbekistonga taqqoslaganda qimmatli qilishi mumkin yoki boshqa sabablar bilan ishga chalg'ib qolish mumkin. Shuning uchun siz taklif qilganmiz shunaqa grantlar xususida gaplashgani, shu Janubiy Koreyaga kelgan odam faqatgina ishlamasdan shunaqa moliyaviy tomonlardan ham imkoniyatlardan ham maksimal foydalanish kerak degan maqsadda. Endi agentliklarda so'raganim sababi men fikrim bo'yicha endi o'zimiz ham hujjat topshirib kelganmiz. Biz endi o'zimiz topshirganmiz. Bizda ham endi birinchi harakat qilayotganimizda ko'nikma tajriba bo'lmagani uchun ko'p xatolar bo'lgan, ikkilanishlar bo'lgan. O'zim qila olamanmi, qila olmaymanmi, balki bundan yordam so'rashim kerakdir. Shu $500 bahridan o'tib ayga borib qo'ysam nima bo'lardi, shuncha yurganda gandan ko'ra degan tushuncha bo'lgan, lekin harakat qilib turib hozir ko'nikma shakllanganda endi hozir hujjat yana boshqa universitetga topshirish kerak bo'lsa, o'qishimga doir boshqa qog'oz ishlari bo'lsa, endi o'zimda ishonch bor, yana qila olaman, o'zim qila olaman, hech kim yordamsiz degan. Yaxshi, demak grantlar mavzusiga o'tamiz. Endi bilamizki siz shu yo'nalishda
katta tajribaga egasiz. Shu hozir O'zbekistondan Koreyaga kelgan talabalar yoki kelayotgan talabalarga asosiy katta manfaat bo'lishi mumkin bo'lgan grant dasturlardan qaysilarini tavsiya qila olasiz? Eng birinchi navbatda Janubiy Koreyada grantda o'qishlikning men o'zim biladigan 4 ta grant dasturi mavjud. Bulardan biri, ya'ni Koreya hukumati granti GKS, ikkinchisi El-yurt umidi jamg'armasi EUF, uchinchisi POSCO granti, asosan STEM yo'nalishlarida beriladigan grant dasturi va to'rtinchisi Koyka, asosan o'sha O'zbekistondagi kimyo, agro sanoatlar bo'yicha O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi hukumatlararo o'zaro memorandumga asoslangan dastur hisoblanadi. Va bu dastur shu ko'plab rivojlanayotgan davlatlar bilan tuzilgan shartnomaga asosan amalga oshirilmoqda. Xo'p, GKS granti baribir eng katta grant turlaridan biri. GKS grantiga to'xtaladigan bo'lsak, bu GKS granti Korean Government Scholarship to'liq shakli bo'lib, bunda asosan kimlarga beriladi degan savol yuzaga keladi va nima uchun tashkillashtirilgan degan savol yuzaga keladi. GKS granti bu Koreya va boshqa davlatlarning, xususan O'zbekistonning o'zaro iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy yo'nalishlarini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan grant dasturi hisoblanib, aynan mana shu rivojlanishga o'z hissasini qo'sha oladigan kadrlargagina beriladigan grant dasturi hisoblanadi. Umuman har bir grant dasturiga topshirayotganda u El-yurt umidi bo'ladimi, GKS bo'ladimi, POSCO yoki Koyka bo'ladimi, eng avvalo o'quvchilarga grant dasturining mazmunini chuqurroq tushunib olishligini ko'p marotaba ta'kidlagan bo'lardim. Ko'pchilik so'rashadi, menda IELTS 5.5 GKS ga topshira olamanmi yoki menda IELTS 7, SAT 1500 yoki 1600, mana shunaqa savollar keladi. Bu grant dasturida hech qanaqa til sertifikati majburiy emas, lekin bo'lishi sizga katta manfaat beradi. Yokida SAT hech qanaqa majburiyat yo'q, lekin bo'lishligi sizning portfoliongiz, ya'ni CV'ingizni rivojlantirishlik uchun juda katta manfaat beradi. Bu degani boyagi chalg'imasdan boyagi maqsad bor-ku, GKS granti nima uchun tashkil etilgan degan maqsad asosida siz o'zingizni ko'rsatib bera olsangiz, sizga ushbu grant taqdim etiladi. Bu grantning manfaatlari to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, birinchi navbatda o'qish pulini to'liq qoplaydi, ya'ni kontrakt to'lovlari to'liq qoplanadi va 1 yillik tekin koreys tili kursini ham kontraktlari to'liq qoplanadi va oyiga $950 ga yaqin, ya'ni 1.300.000 won atrofida magistratura bosqichi uchun scholarship, oylik scholarshiplar beriladi va shuningdek bordi keldi aviabilet, kelganda bir martalik yordam puli taxminan $200 atrofida va turli xil tadbirlarga qatnashish imkoniyati yokida mana bu Koreya bo'ylab sayohatlarga chiqqandagi sayohat dasturlari bo'yicha tekin voucherlar ko'proq ushbu grant dasturida taqdim etiladi. Ko'pchilikda fikr bo'ladiki, universitetlar qaysidir talabaga scholarship berayotganda universitetga qandaydir manfaat bo'lishi kerak. Shuning uchun aniq fanlarga ko'proq scholarship beriladi deb hisoblaydi. Chunki u qandaydir bir tabiiy yo'nalishda, aniq yo'nalishda qandaydir bir yangilik qilsa, ilmiy ish qilsa, uni keyin universitet o'zi foydalanib moddiy manfaat olishi mumkin. Endi siz aytyapsizki, u har kimga ham berilishi mumkin. Shu o'zaro davlatlarda aloqalarida yaxshi ko'prik bo'lib bera oladigan insonlarga beriladi, talabalarga beriladi deyapsiz. Demak, ijtimoiy yo'nalishlarda ham til sohasida keladiganlar ham demak olsa raqobat bir xil bo'ladimi aniq fanlardagi odam bilan? Xo'p, bu dasturda deyarli barcha yo'nalishlar bir xil qo'llab-quvvatlanadi, lekin agarda siz engineering sohasiga topshirish, agar yo'nalishingiz engineering yokida IT bo'linadigan bo'lsa, GKS grant dasturida oz-moz bo'lsa-da extra point berishlikni ko'proq kuzatganmiz. Yokida xalqaro munosabatlar yokida xalqaro savdo yo'nalishi bo'lsa, mana shu yo'nalishlarda inson o'quvchi o'zining nima deydi, maqsadini qolgan yo'nalishlarga nisbatan ikki davlat o'rtasidagi
rivojlanish maqsadini ko'proq aniq ko'rsatib bera olganligi bois ko'proq mana shu xalqaro savdo yokida xalqaro diplomatiya yokida o'sha o'zaro davlatlar o'rtasidagi munosabatni yaxshilashga qaratilgan yo'nalishlarda ko'proq yutishadi. Bu statistika. Lekin agarda siz masalan yo'nalishingiz olaylik til bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa va siz o'sha koreys tilini O'zbekistonda yokida o'sha o'quvchi topshirgan davlatda, O'zbekiston yokida boshqa davlat bo'ladimi? O'sha davlatda siz koreys tilini va o'sha koreys madaniyatini o'quvchilarga kengroq targ'ib qila oladigan yokida o'sha mana shu targ'ib qilish maqsadida madaniy ikki davlat o'rtasidagi madaniy almashinuvni chiroyli qilib ko'rsatib bera olsangiz, albatta sizga ham beriladi. Endi hozir sizni tushuntirishingiz bo'yicha, demak, bu yerda asosiy qaraladigan narsa ko'pincha study plan deb yuritiladi. Shu o'zingizni niyatlaringiz, maqsadlaringizni yoritadigan insho shakli asosan shunga qaraladi. Endi hozir ko'pchilik eshitamiz, misol uchun GPA, ya'ni umumiy undan oldingi o'quv dargohidagi umumiy baholari yoki bo'lmasam IELTS yoki bo'lmasam koreys tili deb qarashadi. Endi siz aytib ketdingiz, sertifikatlarda deyarli majburiy emas, lekin bo'lsa yaxshi. Endi bu umumiy oldingi o'qish reytingichi bunga ham qarashadimi yoki? Juda ham yaxshi. Savolingiz GKS ning talablari qanday? Xo'p, birinchi navbatda bakalavr dasturi uchun yoshingiz 25 yoshdan o'tmagan bo'lishligi, magistratura bosqichi uchun 40 yoshdan o'tmagan bo'lishligi, agarda siz akademik soha bo'yicha masalan professorlik qilsangiz yoki o'qituvchilik qilsangiz 45 yoshdan o'tmagan bo'lishligi zarur magistratura bosqichi uchun. Millati koreys millatiga koreys millati emas. Millat turli xil o'sha GKS dasturida ko'rsatilgan o'sha millatlar, davlatlar bo'ladi. O'sha dasturdagi millatlardan, o'sha davlatlardan kelgan talaba bo'lsa bo'ladi va GPA ballari o'sha o'rtacha 80 balldan 80% dan past bo'lmasligi kerak bo'ladi. Yosh chegarasi va asosiy o'sha aqlan va jismonan sog'lom bo'lishligi kerak bo'ladi. Keyin yana shartlar haqida, misol uchun O'zbekistondan turib topshirish kerak yoki bo'lmasam ba'zilar aytadi faqat O'zbekistondan turib topshira olasiz, ba'zilar aytadi yo'q Koreyada topshirsangiz bo'ladi, lekin Koreya universitetida o'qimagan bo'lishingiz kerak deydi. Ba'zilar Koreya universitetida o'qib ham keyingi bosqichga topshirsangiz bo'laveradi deydi. Shunga tushuntirish berib o'tib ketsangiz. Xo'p, GKS grant dasturida agarda siz magistratura bosqichiga topshirayotgan bo'lsangiz, bakalavr bosqichini Koreyada o'qimagan bo'lishligingiz kerak bo'ladi. Exchange o'quv almashinuv dasturi asosidagi talabalar bundan mustasno. Bakalavr dasturi uchun esa maktabni Koreyada bitirmagan bo'lishligingiz kerak. Boyagi 1 oylik programmalar Koreyada o'quv almashinuv dasturi bo'ladimi yokida yozgi ta'til bo'ladimi? O'sha GKS grant tarafidan taqdim NID tashkilotining GKS program tomonidan summer schoollar tashkil qilinadi-da. O'shalarda qatnashsangiz, ular bundan mustasno. Siz qatnashsangiz bo'ladi bemalol. Demak, bu yerga sayohat uchun yoki bo'lmasam bironta oila a'zoyingiz bilan birga kelgan bo'lsangiz, ko'pchilik hozir turmush o'rtog'ini chaqiradi. Demak, turmush o'rtoqlari bemalol topshirsa bo'ladi Koreyadan turib. Albatta, bo'ladi. O'sha yosh chegarasi va o'sha o'rtacha ballarga e'tiborliroq bo'lishsa yaxshi. Yana nima? Men o'zim ham boyagi exchange program deb aytib ketdim-ku yuqorida. Exchange program asosida Southbridge International School of Businessda 6 oylik o'quv almashinuv dasturi bo'yicha Toshkent Moliya instituti orqali kelganman 2020-yil va mana shu exchange programim ham meni study plan yozishimda ko'proq nima deydi? Positive anaqasi natijasi result bo'lgan. Nima? Chunki menda haqiqiy real Koreya tajribasi mavjud bo'lgan va o'sha ularni men study planimda va intervyularimda aytib o'tganimda ular haqiqatda buni ko'rishib ilmoqqa ilinadigan talaba sifatida qarab o'sha GKS grantini taqdim etishgan. Demak, GKS bu scholarship yordam dasturi bir martalikmi yoki qayta topshirsa bo'ladimi? Misol uchun bakalavrda
siz xuddi shu scholarshipni olsangiz, magistratura yoki bo'lmasam doktorantura darajasida o'qiyotganingizda qayta olish imkoniyati bormi? Bu imkoniyat 2025-yilgacha bor edi, ammo 2025-yildan boshlab bu imkoniyat yo'qqa chiqdi. Chunki va qaysidir dasturni GKS grant orqali o'qigan talaba keyingi dastur bo'yicha GKS ga hujjat topshira olmaydi hozirgi kunda. Va men talabalarga agarda siz ham GKS grantiga topshirmoqchi bo'lsangiz, bir taxminan 5 ta muhim maslahatim bor. O'sha maslahatlarni aytib o'tib ketsam. Birinchi navbatda sohangizni aniqlashtiring va o'sha soha bo'yicha Janubiy Koreyaning GKS granti dasturi asosida qabul qilayotgan universitetlardagi yo'nalishingizni aniqlab chiqing. Masalan, aytaylik, xalqaro savdo. Xalqaro savdo qaysi magistratura bosqichi GKS granti uchun qaysi universitetlarda bor? Masalan, Seulda joylashgan Dongkook universiteti, Kangwon Milliy universiteti, Busan National University, Busan University of Foreign Studies, masalan 4 yoki 5 ta universitet chiqdi. Masalan, xalqaro savdo yo'nalishi bo'yicha. Xo'p, meni yo'nalishim bo'yicha mana shu universitetlar bor ekan. Endi bu universitetlarda reytingi qanaqa? Qaysi professorlar dars beradi? Mana shu fakultetda nima deydi? Xalqaro savdo yo'nalishi qay darajada rivojlangan va men nima uchun bu yo'nalishni tanlashim kerak degan 4 ta dolzarb savolni oldiga qo'yishligi kerak bo'ladi va o'shalar bo'yicha o'zi uchun research qilishligi kerak. Va keyin statistika qilishligi kerak. Masalan, GKS grantiga Kangwon Milliy universitetiga umuman общий 2020-yildan 2025-yilgacha nechta talaba grant yutib kelgan? 2020-yil 18 ta, 2021-yil 19 ta, 2022-yil 16 ta, 2023-yil 20 ta, 2024 15 ta. Masalan, xo'p, bu demak taxminan 15 ta 20 ta atrofida olar ekan. Keyingi universitet xalqaro savdo yo'nalishi bo'yicha Dongkook University 2020-yil 2 ta, 2023-yil 3 ta, 2024-yil olmagan, 2025-yil 5 ta, 2026-yil endi ochilyapti. Demak, bu 2 ta 3 ta atrofida olar ekan. Keyingi universitetga o'tish kerak. O'zini yo'nalishi bo'yicha. Mana shu universitet. Demak, 5 ta, 6 ta, mana shunaqa boshqa. Ko'radi o'zi qaysi universitet GKS ni ko'proq support qilishligini. Bu unga o'sha ko'proq qaysi mos universiteti how to select a proper university for the GKS degan savolini anaqa qilib beradi, ptichka qilib beradi. Keyin o'sha sohasini ko'proq o'rgansin, statistikasini yuritsin. Keyin sohasi bo'yicha eng kami 2 ta xalqaro maqola magistratura bosqichiga topshirayotgan bo'lsa, bakalavr bosqichiga topshirayotgan bo'lsa, eng kami 2 ta kichik artikl yozishligini men kuchli maslahat beraman. Xalqaro jurnallarda imkoni bo'lsa, impact faktori 7 dan yuqori bo'lsin o'sha jurnallarning impact faktori. Undan tashqari har qanday grant dasturi volontyorlikni juda ham hurmat qiladi. Chunki volontyorlik bu ko'ngillilar anaqasida harakatda bo'lib, o'sha ko'ngillilarni ko'proq support qiladi. Shuning uchun ham O'zbekistonda hozirgi kunda 10 ga yaqin volontyorlik tashkilotlari bor, 10 ga yaqin juda ko'plab dasturlar bor. Mana shu dasturlarda qatnashib, eng kami 5 ga yaqin volontyorlik dasturlari bo'yicha sertifikatlar yig'sin. Keyin olimpiadalarda olgan sertifikatlari bo'ladimi yoki bilimlar bellashuvida olgan sertifikatlari bo'ladimi? Bularning barchasini yig'sin va o'sha yig'ilgan tajribalari, o'sha yig'ilgan anaqalari, sertifikatlari bo'yicha study plan va personal statement. Birinchi personal statement yozsa, u o'zini qanday kuchliligini personal statementda yoritib beradi. Study planda o'zini GKS granti dasturi va o'sha dastur asosida faoliyat yuritayotgan universitetning study planini, qaysi fanlarni o'qishi, qaysi fanlarda o'qigandan keyin qaysi bilimlarga ega bo'lishligi va o'sha bilimlari kelgusida qanday xizmat ko'rsatishligi bo'yicha ko'proq fikr mulohaza yuritishligini maslahat beraman. Endi hozir tasavvur qiling, shu talablarni bironta o'quvchi topshirsa, talaba topshirsa, shu talablarni hammasini bajardi. Suhbatlardan o'tdi, qabul qilindi, pullarni olib ishlatdi. Endi universitet uni bo'yniga qandaydir bir mas'uliyat joylaydimi? Misol uchun siz aytyapsizki, bu davlatlarni o'zaro birlashtirish uchun
xizmat qilishi ehtimol yuqori bo'lgan talabalarni oladi deyapsiz yoki bo'lmasam shu ko'ngillilik harakatda faol bo'lgan yoshlarni ma'qul ko'radi deyapsiz. Demak, ularni bo'yniga qandaydir mas'uliyat yuklaydimi? Agarda GKS grantini yutgandan so'ng, dasturni o'qib tugatgandan so'ng o'zi hech qanaqa majburiyat olmaydi. O'zi aslida mana majburiy bo'lgan majburiyat yo'q. Lekin agarda o'z vataniga qaytib ketadigan bo'lsa, o'sha ushbu grant dasturini qo'lga kiritgan talabalarning ro'yxati Koreya va O'zbekiston o'rtasidagi o'sha korxona bo'ladimi, firma yoki tashkilot bo'ladimi, ularning qo'llarida bo'ladi, har oy anaqasi keladi va ular o'sha kadr kerak bo'lsa sizga o'zlari bog'lanib, o'sha yirik miqdordagi oyliklarni taklif qilishini guvohi bo'lganman. Xususan 2023-yil GKS magistratura bosqichi Koryo University'ni tugatgan Shahzodbek aka Nazarov hozirgi kunda o'sha Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi kattaroq bitta tashkilotda bo'lim rahbari bo'lib ishlaydi va bo'lim rahbari o'zi oyligi ancha yaxshi bo'ladi. Bu nima demoqchiman, o'zi grantchilarda yo'li ochiladi. Endi hozir asosan GKS grant haqida, scholarship haqida gaplashdik. Endi bu scholarshipni boshqalardan ustun tomoni nima? Ko'proq odam qabul qiladimi yoki kattaroq pul miqdori beradimi yoki jarayonlar osonroqmi? Boshqalarga nisbatan qanday ustunliklarga ega? Boshqa grant dasturlari bilan ustun taraflari bor. Birinchi navbatda tekin koreys tili. Masalan, yildan yutqazish, endi yildan demaylik, bu tor fikr doirasida bo'lib qoladi. 1 yil tekin til o'rganib topik sertifikatini olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana shu til kursi mobaynida sizga stipendiya beriladi va hech qanaqa moliyaviy, o'zi odatda moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelmaysiz. Bu eng katta plyusi deb o'ylayman. Ikkinchisi, sizning ehtiyojingizdan ko'ra ko'proq miqdorda summa beriladi. Masalan, men o'zim oyga o'rtacha 700 ming won ishlataman, lekin menga 1,3 million won stipendiya beriladi. Bu stipendiya miqdorining yaxshiligidan dalolat. Uchinchidan, agarda siz o'sha xalqaro maqola, xalqaro artikellar chiqazmoqchi bo'lsangiz, o'sha chiqarish pullarini universitet o'zi qoplab beradi, GKS grant dasturi asosida. To'rtinchisi, agarda siz topik imtihonini topshirmoqchi bo'lsangiz, topik imtihoni puli ham to'lab beriladi GKS grantida. Beshinchisi, bordi-keldi aviabiletlar. Ushbu grant dasturi asosida. Har safar. Поддержкасы har safar emas. Boshida kelganingizda bir marta, oxirida grant dasturini yakunlaganingizda bir marta beriladi. Keyin masalan, ertaga bitirganingizdan so'ng, masalan, sen davlatga 3 yil ishlab berishing kerak yoki 5 yil ishlab berishing kerak degan joy yo'q. Masalan, siz ushbu grant dasturini bitirib ham Koreyada agar yaxshiroq ish topadigan bo'lsangiz, bemalol qolib ishlashlik imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, yaxshi imkoniyatlarga ega ekan. Buning orasidan xalqaro reytingdagi jurnallarda maqola chiqarsangiz qoplab berish tomon chiqarib yuborsak ham bo'laveradi. Chunki hozir men bilishimcha ko'p yo'nalishlarda shunaqa. Biz yo'nalishda ham xalqaro reytingga kiradigan universitetda maqola chiqaradigan bo'lsangiz, buni hujjat qilib topshirsangiz, bu pulni qoplab beradi universitet. Yaxshi. Endi agar yana qaysi scholarship grant dasturlarini tavsiya qila olasiz O'zbekistondan kelayotgan yoshlar uchun? Menga osonroq bo'lsin, raqobat kamroq bo'lsin. Xo'p, O'zbekistondan kelayotgan aksar talabalarning ko'pchiligi bilamizki IELTS bilan kelishadi. Men o'qishga kirdingizmi, o'sha acceptance letter oldingizmi? Sraz birdaniga koreys tilini o'qishligini yaqindan juda ham kuchli maslahat beraman. Har qanday davlatda til bu muvaffaqiyat kaliti hisoblanadi. Masalan, Koreyada ham ertaga tilni o'rganib topik olishsa, ham topik ham IELTS bo'lsa, o'zi har semestrlik grant dasturlari bo'ladi yoki o'sha tuition kontraktdan qisqartmalar olishlik imkoniyatiga ega bo'ladi. Xususan o'zimizning universitetda ham agarda siz IELTS dan 6,5 va topikdan 4 darajaga ega bo'lsangiz, o'sha 60 va GPA'ingiz adashmasam 3.5 dan yuqori bo'lsa, 60% tuition fee deduction beriladi sizga.
Shu asosiy maslahatimiz. Ha, Til, demak, faqat til. til o'rganadigan bo'lsa, bu ham qaysidir ma'noda shu Ham o'ziga, scholarship ham scholarshipiga ma'nosida foyda. ishlashi mumkin. Yaxshi, keyingi bir savolni esimdan chiqarib qo'yibman. Shu GKS scholarshipini grant yutadigan bo'lsa, uni bekor bo'lib ketishi mumkin bo'lgan holatlar ham bormi? Qanday holatlarda bu scholarship o'qish davomida bekor bo'lib ketishi mumkin yoki har qanday vaziyatda oxiriga to'lab berishadimi? Yo'q, albatta. Bu grant dasturining ham o'ziga yarasha talablari bor. Siz ushbu grantga mos deb ko'rildingizmi va siz o'qishni boshladingizmi, til kursi paytida imkon qadar dars qoldirmasligingiz kerak. 3 ta dars qoldirish o'sha fan, o'sha anaqadan, o'sha failga olib keladi va keyingi semestr o'sha gapni yana qaytadan o'qishligingiz kerak bo'ladi. Bakalavr yoki magistratura bosqichiga o'tganingizdan so'ng sizning o'rtacha ballaringiz adashmasam 80% dan baland bo'lishligi kerak edi va 80% dan past bo'ladigan bo'lsa, sizga GKS grant tarafidan, GKS grant shu NID tarafidan, GKS grantini beradigan tashkilot tarafidan penalty beriladi. O'sha 3 penaltymi beriladi agarda birinchi marta ballingiz past chiqsa. O'sha penaltylar 20 taga yaqin edi. 20 tadan oshsa o'sha grant o'z-o'zidan bekor bo'ladi. Va imkon qadar darslarga o'z vaqtida qatnashishligingiz, o'rtacha ballaringiz yuqori bo'lishligi tavsiya etiladi. Demak, tushunishim bo'yicha u darsda qoldirib yoki bo'lmasam yaxshi o'qimasdan past baho oladigan bo'lsa yoki fail bo'ladigan bo'lsa, imtihonlardan yiqiladigan bo'lsa, ma'lum bir ballar yig'ib yuboriladi, minus ballar va qayta o'qiydigan holatlarida ham to'lamaydi. Shu 2 yillik dastur uchun to'lanadi, lekin 2 yilda tugata olmasdan qaysidir fandan yiqilib qayta o'qiydigan bo'lsa, u dastur uchun to'lamaydi qo'shimcha 6 oy uchun. Yo'q. Mana bu Koreyaga kelgan freshmanlar bo'ladi-ku, endi ular ham GKS grantiga bemalol topshirsa bo'ladi Koreyani o'zidan turib. Siz muhimi eng oxirgi kurs bo'lmasangiz yoki o'sha Koreyani oldingi akademik darajangizni Koreyada bitirmagan bo'lsangiz bo'ldi. Demak, o'qishni bu yerda boshlab olib turib, keyingi semestrlarda shu grant asosida davom ettirsa bo'ladi. Grant dasturida yo'q, baribir noldan boshlanadi. Masalan, kimlardir qiynalib o'qigandan ko'ra ozgina vaqtga ko'z yumib noldan boshlab Sato grant asosida o'qisa, bu o'ziga manfaatli bo'ladi. Yaxshi. Menimcha hammaga yaxshi tushunarli suhbat bo'ldi va manfaatli ham bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa keyingi dasturlarimizda yana ham qiziqroq mavzuda suhbatimizni davom ettiramiz. Tashrifingiz uchun va foydali ma'lumotlar uchun rahmat. Arzimaydi aka, sizga ham rahmat taklif uchun. Sog' bo'ling.